Assalomu alaykum. Hurmatli tanlov komissiya a'zolari, hurmatli nomzodlar. Biz To'qon sanoat va geologiya vazirligi tarkibidagi jamlanma axborot tahlil va xalqaro tajribani o'rganish boshqarmasi bosh mutaxassisi lavozimiga bosh mutaxassis lavozimiga e'lon qilingan tashqi ochiq tanlov doirasidagi suhbat jarayonini boshlaymiz. Ushbu suhbat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 95 farmoyishi belgilangan tartib asosida tashkil etilmoqda. Komissiya tarkibi bilan sizni tanishtirmoqchiman. Saidov Zafar Zoirovich, komissiya raisi va vazirlik kotibiyati boshlig'i. Sa'dullayev Shavkat Muradullaevich, korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limi boshlig'i, komissiya a'zolari. Nurbuziyev Oleg Barnovich, yuridik bo'lim boshlig'i, komissiya a'zolari. Ro'ziqulov Sodiq Eshboyevich, jamlanma axborot tahlil va xalqaro tajribani o'rganish boshqarmasi boshlig'i. Ramil Nargiza Karimova, HR bo'limi boshlig'i. Suhbat o'tkazish tartibi bilan sizni tanishtirib o'tmoqchiman. Nomzodlarga sizlarga oldindan tayyorlangan savollar platforma orqali beriladi va tasodifiy 5 ta savol sizga tushadi. 5 ta savolga vaqt reglamenti bo'yicha har bitta savolga 1 daqiqa vaqt javobga beriladi. Shu bilan qo'shimcha siz komissiya a'zolaridan bitta savol berishi mumkin. Bugungi suhbatda quyidagi nomzodlar ishtirok etmoqda: Zohirov Doniyor, Hamrakulov Firdavs, Abdumajidov Eydorbek, Hasanov Umumjon, Tursunboyev Xudoyor, Tashpo'latov Sherzodbek и Mambetaminov Islom. Rahmat. Hurmatli nomzodlar, savollaringiz bormi? Har bitta suhbat jarayoni bilan alohida o'tkaziladi. Shuning uchun qolgan nomzodlarni chiqishga chaqirishingiz Zohirov Doniyor, savollar. Siz haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Ismim Zohirov Doniyor. 1997 yil 4-oktyabr Toshkent shahrida tug'ildim. Ma'lumotim oliy. Bakalavr darajasini Nomdagi Neft-gaz universitetining Toshkent shahrida filiali tamomlagan. Magistratura yo'nalishini student bo'ladi. O'sha shkola ekonomiki u Rossiya Federatsiyasida joylashgan mazkur shaharda 1 yil onlayn, ikkinchi yili ochlik bo'lib o'qiganman. Maygo'da kiritilmagan, chunki nostrifikatsiya o'tkazish kerak ekan. Anaqasi bo'lgani uchun, lekin nostrifikatsiya o'tkazish shart emas, chunki 4000 ta legislagan. Hozirgi kunda O'zbekiston aksiyadorlik jamiyati personal ishlash bo'limi bosh mutaxassis lavozimida faoliyat olib boraman. Shuningdek, bu yo'nalishdan tashqari O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatida yoshlar boshlanish tashkiloti raisi bo'lib ham faoliyat olib boraman. Rahmat. Hurmatli komissiya a'zolari, e'tirozingiz bermasa suhbat jarayonini boshlaymiz. Rahmat. На каком языке вам удобно разговаривать? Если вам удобнее говорить на русском? Мы попробуем на английском. To'rtinchi savoldan boshlasham bo'ladi. Strategik nechta ustuvor yo'nalish va maqsadlardan iborat? O'zbekiston kimyo o'ti strategiyasi 5 ta ustuvor yo'nalishdan va 100 ta maqsadlardan iborat. Besh ustuvor yo'nalish bo'lsa, birinchisi bu
o'zim tushungancha tushuntirib beraman. Birinchisi bu o'sha insonni faoliyati davomida insonni resursini oshirish, insonga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish. Ikkinchisi iqtisodiy o'sish, bu eng asosiy yo'nalishlardan bittasi. Uchinchisi bu tashqi siyosat bo'yicha do'stliksevarlik prinsipi bilan faoliyat olib borish va nazorat. Foydali qazilmalarning asosiy turlari. Foydali qazilmalarning asosiy turlari tabiiy neft va gaz, tabiiy boyliklar, neft va gaz. Ikkinchisi bu rudalar, metall qazilma boyliklar. Ikkinchisi bu asosan qurilishda, kimyo sohalarida ishlatiladigan noruda materiallar. To'rtinchisi bu hozirgi paytda e'tibor kuchaytirilgan bu suv mineral. Foydali qazilmalarga egalik qilish, ularni foydalanish va ularni tasarruf etishda yuzaga keladigan munosabatlar, qonunchilik munosabatlari qaysi qonun bilan tartibga solinadi va qachon qabul qilingan. Foydali qazilmalarga egalik qilish va ulardan foydalanish, ularni tasarruf etishga yuzaga keladigan munosabatlar yer qari to'g'risidagi qonuni doirasida amalga oshiriladi. Bu birinchisi 1999-yilda qabul qilingan edi. Oxirgisi, so'nggisi 2024-yil. Yer qari uchastkalaridan foydalanish ruxsatnomalarini berish tartibi qaysi hujjatlarda belgilangan? Bu ruxsatnomalarni berish tartibi ham shu qonun, yer qaridan foydalanish qonunida belgilangan va uni belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi va faoliyatni davlat organlari qaysilar? Bu korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, Ichki ishlar vazirligi, prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati va har bir tashkilotda mavjud bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurashish compliance nazorat bo'limi. Rahmat. Endi qo'shimcha savollarga o'tamiz. Yer qari to'g'risidagi qonunda yer qaridan foydalanishi davlat siyosatidan amalga oshiruvchi organlar belgilanganda, kimlar? Yer qaridan foydalanishda davlat siyosatidan amalga oshiruvchi organ. Bu To'qon sanoat va geologiya vazirligi, uni qo'shidagi inspeksiya, chunki tasavvur. Oxirgi 5-savol bo'yicha qo'shimcha qilamiz. Adliya vazirligiga vakolatli organ insonlar qanaqa huquqlar, majburiyatlar bor? Adliya vazirligi qonun hujjatlarini o'zgartirishda o'zini takliflarini beradi, ishlab chiqishga qatnashadi. Unda asosan muhtoj shu bizga qonun hujjatlarini ishlab chiqishda ularni o'sha qonun doirasida amalga oshirilishini ko'pchilik.
to'rtinchi savol bo'yicha man qo'shimcha bermoqchi edim. Strategiya 2030 O'zbekiston 2030 doirasida tog' sanoati va geologiya sohasiga qanaqa maqsadli ko'rsatkichlarga erishish, nechta maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan? Birinchisi bu yangi konlarni ochish. Strategiya ustuvor yo'nalishda deganda siz hozir qaysi lavozimga nomzod ko'rilayotganini bilasiz? Ta'lim boshqarmasida. Vazirlikning faoliyatini tartibga soluvchi hujjat bor. O'sha qaysi hujjat asosiy ustuvor yo'nalishlari. Soluvchi hujjat bu 2019-yil, adashmasam 2019-yilda Tog'dan sanoati va geologiya vazirligi tashkil etish to'g'risidagi prezident qarorlari bo'lishi kerak. Mana shu bo'yicha javob beraman. 19-yilda maslahatlashdik. Rahmat. Rahmat. Savollar, e'tirozlar. Rahmat. Maqolamizni qisqacha o'z haqingizda ma'lumot bersangiz. O'zbekistonda yirik qadrdonlar qanchalik fond boshqarmasi ishlab keladi. Ma'lumotim oliy. Rossiya neft va gaz yukseltini filiali ochilmoqda. Rahmat. Savollar, maslahatlarimiz hojirlarga beramiz. Tamam. Savollarni ochib va boshlashingiz mumkin. Strategiya va davlat dasturi o'rtasida qanday bog'liqliklar bor? Strategiya bu O'zbekiston 2030-yildagi uzoq muddatga belgilangan vazifalar va maqsadlar. Unga erishish to'g'risidagi hujjat. Davlat dasturi esa o'sha strategiya 2030da belgilangan vazifalar va maqsadlarni odatda bir yilda bajarishga hujjat so'radi. Misol strategiyada iqtisodiyot bo'yicha qanday vazifalar belgilangan? Strategiyada iqtisodiyot bo'yicha asosan investitsiyalarni jalb qilish belgilangan. Topgan sanoati bo'yicha sanoat korxonalarini rivojlantirish belgilangan. Bunda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish belgilangan. Uchinchi savol. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yildagi 27-iyuldagi 116 son farmoni qaysi yo'nalishda qabul qilindi? Ma'muriy islohotlar doirasida topgan sanoati va geologiya sohasini davlat boshqaruvini samarali tashkil etish to'g'risida belgilangan.
axborot tahlil amaliyotida prognozlashda qanday usullar qo'llaniladi? Axborot tahlil qilayotganda asosan statistik usul qo'llaniladi, regression usul, muhokama usuli, trend modellashtirish usullari qo'llaniladi. Strategiya va davlat dasturi ijrosi bo'yicha ma'lumotlarni umumlashtirish, tahlil qilish mas'ul tashkilotlar qaysi? Prezident administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi, Hisob palatasi, Adliya vazirligi hamda vazirlik va idoralar. Rahmat. Endi qo'shimcha savollarga o'tamiz. Yer qa'ridan foydalanishda davlat siyosatini olib boradigan organlar qaysilar? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasi Tog'-kon sanoat va geologiya vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish milliy qo'mitasi hamda O'zbekiston Respublikasi Tog'-kon sanoat va geologiya vazirligi huzuridagi Tog'-kon sanoat va geologiya sohasini nazorat qiladigan inspeksiya va O'zbekiston Respublikasi Tog'-kon sanoat va geologiya huzuridagi yer qa'ridan foydalanish markazi masohasi hamda mahalliy ijro etuvchi organlar. Rahmat. Inson. Davlat fuqarolik xizmatchilariga qanaqa cheklovlar belgilangan? Qaysi hujjat ko'rsatilgan? Davlat fuqarolik hujjati 2022 yil 8 avgustda qabul qilingan. Fuqarolarga qo'yiladigan cheklovlar bu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish, ya'ni tadbirkorlik subyektlarida ta'sischi bo'lishi, chet el fuqarosi bo'lishi, taqiqlangan yaqin qarindoshlari bilan bitta davlat organida xizmat qilish taqiqlangan hamda O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqari turgan hududlarda hisob raqamlar ochish, nomida mol-mulk va boshqa mol-mulklarni ham yashash taqiqlangan. Birinchi savol bo'yicha birinchi savolim bo'ldi. O'zbekiston 2030 strategiyasida tog'-kon sanoati va geologiya sohasiga qanaqa maqsadli ko'rsatkichlarga erishish, nechta va qanaqa belgilangan? Yil boshidan boshqa muhtaram Prezidentimizning ikkita farmoni imzolandi. PF21 va PF22 16-fevralda imzolangan. PF21 to'g'risida gapiradigan bo'lsam, bunda 2030 strategiyasi yangi tahriri, ya'ni izchil ko'rsatkichlarga erishish bo'yicha ikkita ko'rsatkichlarimiz mavjud. Bular oltin ishlab chiqarish, mis katodini ishlab chiqarish, uran ishlab chiqarish, kumush ishlab chiqarishlarni aytadigan bo'lsam, oltinni 1,5 barobarga oshirish. Kumush bilan uranni 3 barobarga oshirish. Masalan, mis katodini 3,5 barobarga oshirish belgilangan. Respublikamizda yanada 60,000 kilometr geoqidirishlarni amalga oshirish belgilangan. Hamda mahalliylashtirish bo'yicha sanoat ishlab chiqarishlarini 2 milliard dollarga yetkazish belgilangan va ruxsatnoma berish tartibini 4 barobarga oshirish belgilangan. PF22 bo'yicha gapiradigan bo'lsam, bu davlat dasturi davlat dasturining asosiy nomi mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirishga qaratilgan. Bunda tog'-kon sanoat va geologiya vazirligi bo'yicha umumiy 39 ta topshiriq bo'lgan. Bundan 20tasi asosiy ko'rsatkichlar, 7tasi ham ijrochi, 12tasi umumiy ijrochi hisoblanadi. Asosiy ko'rsatkichlarimizni gapiradigan bo'lsam, hozirgi kunda ommaviy kombinatda sulfat kislota zavodini ishlab chiqarish, TMK zavodida tana tahlil laboratoriyasi ishlab chiqarish va yana shunga o'xshash ishlashga belgilangan. Rahmat. Prezident O'zbekiston Prezident farmoni holatni tartibga soladi, vazirlik o'shanda ustuvor vazifalar belgilaydi. Vazirlik shularga nimalardan iborat?
TF-116'da 13 ta ustuvor yo'nalish belgilangan. Bunda tog' sanoati geologiya sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish, geologiya qidiruvlarini amalga oshirish borasida mineral xomashyo bazasini mamlakatimizda rivojlantirish, mahalliy hamda xorijiy tadbir investorlarni jalb qilish, yerosti suv boyliklarini ko'paytirish, burg'ulashlarini tizimini yanada takomillashtirish, ta'lim sohasida xorijiy institutlar bilan integratsiya ishlarini amalga oshirish hamda xodimlar malakasini oshirish qaratilgan. Tog' sanoati va metallurgiya sanoatini rivojlantirishga qaratilgan qancha yo'nalishlar bor. Savollar, e'tirozlaringiz bormi? Yo'q. Rahmat. Vaqt yetishtirganingiz uchun. Mukofotlar qisqacha o'z haqingizda ma'lumot bersangiz. Jarayoniga o'tamiz. Assalomu alaykum. Ismim Eldor, familiyam Majidov. 1998 yil Begon shahri. 2022 yil Olmaliq filiali Missis universitetini tamomlagan. 2022 yildan buyon ichimlik ta'minotida kurs qilaman. Hozir bunda direksiya uchastkasida katta usta lavozimida ishlab keladi. Rahmat. O'zbekcha savollarga beraman. Birinchi savolimiz davlat dasturini ijrosidan qanday nazorat? Osmonda savol beraman. E'tirozingiz bormi komissiya? Ingrid Nazarbekov. Sorry. E'tirozlaringiz bo'lmasa suhbat jarayoniga. Instrument. Murojaat aka, qisqacha o'z haqingizda ma'lumot bersangiz. Aslan Rahmatovich, geologiya ishlari, geologiya muassasasi, katta ilmiy xodimman, geologiya mineralogiya fanlari nomzodi. Strategiyada davlat dasturini ijrosi bo'yicha ma'lumotlarni umumlashtirib tahlil qilish ishga mas'ul tashkilotlar qaysidir? Bular Prezident administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi,
Sud palatasi, taraqqiyot markazi tashkiloti va quyi vazirliklar hisoblanadi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan ishlab chiqish mumkin bo'lgan normativ hujjatlar bo'lgan. Asosan bular qarorlar hisoblanadi. Qarorlar negizida dasturlar, konsepsiyalar, normativ hujjatlar, dasturlar, chora-tadbirlar kabi normativ hujjatlar kiradi. Yer qari uchastkalaridan foydalanish, ruxsatnomani berish tartibi qaysi hujjatlarda belgilangan? Bu asosan 987, ya'ni yer to'g'risidagi qonunda belgilab berilgan. Yer uchastkalaridan foydalanish va ularni tasarruf etish qoidalari to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi nizomida keltirib o'tilgan. Sanoat sohasida, xususan tog' va sanoat geologiya vazirligiga qanday maqsadlar belgilangan? Geologiya vazirligiga asosan maqsadlar tog' sanoati mineral xom ashyosi bazasini ko'paytirish, eksport va investitsiyalarni jalb qilish, ekologik barqarorlikni ta'minlash, yangi konlarni ochish, konlarni zaxiralarini to'ldirish. Geologiya sohasida davlat xizmatlarini ko'rsatishda tadbirkorlik subyektlariga qanday qulayliklar amalga oshirilmoqda hamda bu sohada qanday yangiliklar mavjud? Buning uchun yagona geologiya sohasida geomonitoring portali ishga tushgan. Bundan tashqari yagona davlat xizmatlari tashkil topgan, ya'ni keyin auksionlar tashkil etilgan, ya'ni o'sha tadbirkorlarni amalga oshirayotgan ishlarni Tog' geologiya vazirligi tomonidan taklif etilayotgan konlarga investitsiya jalb etish, shaffofligini oshirish, ruxsatnomalarni qabul qilish, shu kabi bir qancha yangiliklar joriy etilgan. Hozirgi kunda buni yanada takomillashtirish ustida ish olib borilyapti. Ya'ni sun'iy intellekt faoliyatini amalga oshirib, tadbirkorlarga yanada qulay bo'lgan, ya'ni avtomatlashtirilgan inson omilisiz tizimlarni yaratish qabul qilingan. Endi qo'shimcha savollarga o'tamiz. Menda ikkinchi savolda qo'shimcha savolim bordi. Vazirlar Mahkamasi farmoyishlar qabul qiladi, qarorlar qabul qiladi. Farqi nimada? Qaysi holatda farmoyish qabul qiladi, qaysi holatda qaror qabul qiladi? Vazirlar Mahkamasi. Farmoyish qarorlar qabul qiladi, ya'ni ma'lum bir sohani rivojlantirish yoki takomillashtirish uchun qarorlar qabul qiladi. Shu tizim ostida korxonalarga, ularga ichiga dasturlar kiradi, chora-tadbirlar, konsepsiyalar, farmoyishlar asosan prezident tomonidan taklif etilgan g'oyalar asosida amalga oshiriladi. Davlat fuqarolik xizmatchilari to'g'risida qonunda davlat fuqarolik xizmatchilari qanaqa to'g'ri buyurilgan? Ularga asosiy cheklovlar, ya'ni tadbirkorlik bilan shug'ullanmaslik, chet el davlatni fuqaroligini olmaslik, har xil sovg'alarni qabul qilmaslik noqonuniy, ya'ni keyin tizim ochiq korxonalarda yaqin qarindoshlik insonlar birgalikda ishlamasligi, dividend aksiyalarga ega bo'lmaslik, ilmiy va ilmiy sohadagi va ta'lim sohasidagi jarayonlar faoliyati bundan mustasno. Menda shu birinchi savolga qo'shimcha bordi. O'zbekiston 2030 strategiyasida tog' sanoati va geologiya sohasiga nechta maqsadli ko'rsatkichga erishish belgilangan va ular qanaqa? Nechta maqsadligini bilmayman, lekin 100 dan ortiq 100 ta maqsad qo'yilgan bunga. Tog' sanoati va geologiya sohasiga umumiy aytib o'tganim yo'q. Maqsad asosan, ya'ni mineral xomashyo bazasini rivojlantirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash,
foydali qazilma zaxiralarini to'ldirish, shular bo'lgan. Vazirlik faoliyatini tartibga solishi asosiy hujjat, birinchi hujjatda belgilangan vazifalar. Bu asosiy hujjat bu to'xtam yer to'g'risidagi qonun hisoblanadi. 87 sonli 2024 yil 30 oktyabrda imzolangan. Asosiy vazifalar Vazirlikning faoliyatini tartibga soluvchi hujjat va undagi belgilab berilgan vazirlikka belgilangan vazifalar. Vazirlikka belgilab berilgan ustuvor vazifalar bu o'sha to'xtam sanoatini rivojlantirish, to'xtam sanoatini rivojlantirish natijasida raqam sohasidagi integratsiyani takomillashtirish uchun raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, investitsiya va eksport, ya'ni o'sha yangi sanoat texnologiyalarini joriy etish, ancha shu bo'lganlar. Savollaringiz, e'tirozlaringiz bor? Yo'q. Rahmat. Amakimizga qisqacha savol bersangiz, savolga ketamiz. Tursunboyev Qudrat To'g'rijonovlar 1996 yilda Namangan davlat huquqidan cho'laq hisobida tug'ilganman. 2022 yilda Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq tilini bitirganman. 2021 yilda Olmaliq qo'mitalar kombinati cho'laq boshqarmasida yer osti qurilish sertifikatida ishlay boshlaganman. Hozirgi kunda Olmaliq qo'mitalar kombinati boshqarmasida tug'usiz kasbida faoliyat. E'tirozlaringiz bo'lmasa, suhbat savollariga ketamiz. Vazirlar Mahkamasi tomonidan ishlab chiqilishi mumkin bo'lgan normativ hujjatlar bular Vazirlar Mahkamasi qarori va ularning qonuni bo'ladi. Vazirlar Mahkamasi qarori bo'ladi. Strategiyasi asosiy maqsadi bu xalqimizning farovon va erkin farovonligini ta'minlash. Keyin har bir fuqaroning shaxsiy rivojlanishi, salohiyatini oshirish uchun imkoniyat yaratish, O'zbekiston Respublikasining xavfsizligi va suverenitetini ta'minlash, ekologik O'zbekiston Respublikasida qonun ustuvorligi va adolatliligini ta'minlash shulardan iborat. 2026 yilgi davlat dasturi qanday nomlanadi va asosiy maqsadlari nimalardan iborat? 2026 yilgi davlat dasturi bu mahallani qo'llab-quvvatlash va jamiyatni rivojlantirish yili dasturi deb nomlandi. Bunda dastur bo'yicha 307 dona chora-tadbir ishlab chiqilgan. Bu bo'yicha davlatdan 150 trillion so'm pul ajratilgan va 50 milliard investitsiya jalb qilinishi kutilmoqda. Bu bo'yicha bunda asosan 2026 yilda Olmaliq qo'mitalar kombinatini misol qiladigan bo'lsak, yoshlik bir qonunni o'zlashtirish va 3-sinf o'tish fabrikani ochish ishlari qo'yilgan. Keyingisi konchilik va geologiya sohasida ma'lumotlar, axborotlar integratsiyasi va uning foydasi. Konchilik va geologiya sohasida ma'lumotlar integratsiyalash bu misol qiladigan bo'lsak, agar geologiya va konchilik ishlari integratsiyasi axborotlar bunda eng asosiy yo'qotishlar kamayadi. Shuning hisobiga biz yuqori darajadagi oltin ruda bo'lishi mumkin bo'ladi. Keyin
axborot hozirlikda ma'lumotlar va axborotlarning integratsiyasini zamonaviy texnologiyalar, ya'ni big data, blockchainlar orqali birlashtirsak, ya'ni sun'iy intellektlar bilan birlashtirsak, bu ma'lumotlarni bir joyga yig'ib, ulardan osonroq foydalanish mumkin. Strategiya va davlat dasturi o'rtasida qanday bog'liq? Strategiya bu uzoq muddatda tuziladi. Misol uchun O'zbekiston rivojlantirish strategiyasi misol qilsak bo'ladi. Bu 7 yil muddatga mo'ljallangan. Keyin bu davlat dasturi esa bu 1 yilga mo'ljallangan davlat dasturi. Qo'shimcha savollarga o'tamiz. Birinchi savolga qo'shimcha savolim bordi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan farmoyish bilan qaror qabul qilinadi. Qaysi holatlarda farmoyish, qaysi holatlarda qaror qabul qilinadi? Shuni ayting. Farmoyish asosan bir martalik qabul qilinadi. Unda masalan kimnidir ishga ta'sir ishga qo'yish shu masalada farmoyish qiladi. Qolgan holatlarda qaror chiqadi. Rahmat. Davlat fuqarolik xizmatchilariga qanday cheklovlar belgilangan? Qaysi hujjat ko'rsatilgan? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlarida ko'rsatilgan O'zbekiston Respublikasi davlat xizmatchisida tadbirkorlik bilan shug'ullanmasligi kerak. Keyin O'zbekiston Respublikasi bilan shug'ullanmasligi kerak deyish ta'kidladi. Uchinchi savolga qo'shimcham bordi. Davlat dasturining ijrosi qanday nazorat qilinadi? Nazorat qilish Ijrosi. davlat dasturi ijrosi Adliya vazirligi va Islom palatasi tomonidan nazorat. Endi nomzodingiz qaysi bo'linmaga, boshqarmaga chiqilayotganida to'g'ri savolni so'raysiz. Ya'ni vazirlikning faoliyatini tartibga soluvchi normativ hujjat borda, o'sha qaysi hujjat va o'shanda belgilab berilgan ustuvor vazifalar. Bu nima bo'yicha, boshqarma bo'yicha? Vazirlik bo'yicha. Vazirlik bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ham bor. Vazirlikning faoliyatini tartibga soluvchi hujjat. Yer qari to'g'risida. Mana siz bilishingiz uchun savol beraman. %33 sonli Respublikasi Prezidenti. Amal. Savollarınız, e'tirozlaringiz. Rahmat, suhbat berishni uchun. Rahmat. Javob berasiz, sifatida qo'shimcha. Navoiy davlat konchiligi institutini bitirganman. Bakalavr magistratura. Navoiy ekonometologiya kombinatida ishlaganman. Taxminan 20 yil. Apple Hindistonda vazifalarda. Toshkentda 4 yil oldim. Toshkentdaman nima Timur Metals proyekti bo'yicha konchilik boshqarmasida ishladim. Hozir oxirgi ish joyim Chexiya kompaniyasida konchilik bo'yicha tuzatishlarga boramiz. E'tirozlaringiz bo'lsa, suhbat jarayonida ketamiz. Sun'iy intellekt tahlilda qo'llaniladi. Albatta hozir sun'iy intellekt har bitta sohada qo'llaniladi. Bu sun'iy intellektni asosiy vazifasi juda katta hajmdagi ma'lumotlarni обработка qilish.
kerakli nuqtalarga aksent berib prognoz qilib berish. Geoma'lumotlar, bu yerda ham baza juda katta, geologik baza juda katta, geoma'lumotlar albatta sun'iy intellekt ishlatilishi kerak. Strategiya va davlat dasturi ijrosi bo'yicha ma'lumotlarni o'zlashtirib, tahlil mas'ul tashkilotlar qaysi? Strategiya davlat dasturi endi bular tahlil qilishga strategiya agentsiyasi bor. Ular, естественно, Vazirlar Mahkamasi, Oliy Majlis, Prezident apparati. Har bitta vazirlik, har bitta qo'mita o'zini yo'nalishi bo'yicha, o'zini bo'limi bo'yicha ko'rib chiqadi bu yerda. Takliflar kiritadi, отчет hisobot berib turadi. Ijro Go nimasi bor, platformasi shunda hisobot berib turadi bajarilishini. Hammasini umumlashtiruvchi Vazirlar Mahkamasi, Prezident apparati, Senat. Естественно, nima bo'lishi mumkin? Счетный palata ham bo'lishi mumkin. Hisob palatasi. Pullarni, iqtisodiyot vazirligida, iqtisodiyot va moliya vazirligi pullar bo'yicha. Manfaatlar to'plash to'g'risida deklaratsiya xabarnoma qachon to'ldiriladi? Deklaratsiya har yili to'ldiriladi, deklaratsiya. Ежегодно deklaratsiya, xabarnoma sразу моментально berilishi kerak. Agar bironta insident yoki bironta situatsiya bo'lsa, sразу xabar berish kerak. Instansiya birinchi o'rinda o'zini непосредственно rahbariga, dальше уже keyin bu bilan shug'ullanadigan organlar bor, ular dальше xabar beradi. Davlat xavfsizlik xizmati bo'lishi mumkin, vazirlik bo'lishi mumkin, qo'mita bo'lishi mumkin. Davlat dasturida tog' sanoat va geologiya sohasida qanday ishlar amalga oshiriladi? Davlat dasturida hozir tog' sanoatida juda katta rejalar qo'yilgan, juda bir nechta qarorlar chiqib keldi. NGMK bilan AGMKni qarorlari chiqib keldi 17-21-yil. 20% bo'lish, keyin 26-yilgacha 30% ga oshirish 6 chiqdi, qarorlar chiqarildi. Hozir oxirgi chiqqan qarorda 175 tonnaga oltinni, misli 400 ming tonnaga. Yana boshqa metallar ham bor. Prezident qarori bo'yicha chiqib keldi, har bittasi hammasiga juda katta rejalar qo'yilgan. Bu ishlab turgan sanoat bo'yicha. Undan tashqari investitsiya kiritish bo'yicha rejalar qo'yilgan, investitsiya tashqi xalqaro kompaniyalarga takliflar kiritish. Nima? Geologorozvedkani oshirish, geologorozvedkani 2 barobarga oshirish, razvedkani oshirish. Uran bo'yicha 3 barobarga oshirish 10 ming tonnaga reja qo'yilgan. U sifrovizatsiya rejasi qo'yilgan, yana sifrovizatsiya davlat xizmatlarini kengaytirish u yerda. Ko'p ruxsatnoma, litsenziya, sertifikat, proyektlar, ekspertiza, shularni hammasi elektronli davlat xizmatlariga o'tkaziladi. 26-yilgi davlat dasturi qanday nomlanadi? Davlat dasturi mahalla va jamiyat farovonligi. Shu yilgi davlat prezidenti e'lon qilgan dastur mahallani rivojlantirish va xalq farovonligini oshirish. Bu bo'yicha har bitta vazirlik, har bitta tashkilot o'ziga yil boshida plan meropриятие tuzib oladi, yo'l xaritasi. Shu bo'yicha amalga oshirib hisobot berib turadi. 26-yilga shu.
Qo'shimcha savollarga o'tamiz. Yer qa'ridan foydalanishda davlat siyosatini amalga oshiradigan organlar qaysilar? Birinchi o'rinda o'zimiz vazirlik, Sog'liqni sanoat va geologiya vazirligi, uni tarkibida bo'lgan inspeksiya bor, nazorat qiladigan. Непосредственно undan tashqari bu yerda ekologiya bunga baribir aloqasi bor. Ular ham o'zini zvoz va заключениялар beradi, zvozlar beradi ular ham. Asosan regulirovать qiladigan mas'uliyat bo'ladi o'zimizni vazirlik bajaradi, chunki litsenziya beradi, разрешение beradi, горный отход, земельный отходlarni nimalarni ekspertiza qiladi, proyektlarni и годовой план развития горных работlarni согласовать qiladi. Insholardan xalqlar turmushi to'g'risida qonunda qaysi tashkilot vakolatli organ qayd etilgan va qanaqa huquqlari bor? Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi nimasi oqibatlari kattaroq bo'lsa, davlat xavfsizligi xizmati bu birinchi o'rinda, естественно, har bitta korxonani o'zida komissiya bor, komissiya ko'rib chiqadi. Birinchi o'rinda korxonani o'zida. Ikkinchi savolga qo'shimcha bo'ldi. O'zbekiston 2030 strategiyasida tog' sanoat va geologiya sohasiga nechta maqsadli ko'rsatishga erishish belgilangan va ular qanaqa? Georazvedkani oshirish 2 barobarga, oltin va mis qazib olishni oshirish, investitsiya kiritish, endi nimalarni bilmadim, ko'rsatkichlar, investitsiya xalqaro tashkilotlarni jalb qilish, sifrovizatsiya, raqamlashtirish, yangi texnologiyalar olib kirish и yangi ish o'rinlari yaratishdi. Asosan nimani sanoat o'zimizni byudjetga 25% ga yaqin nima hissasi borda byudjetga. Nimada ham import va eksportga ham oltin rekordda 60 va 70% nima turadi, egallab turadi ulushini eksportda. Rahmat. Vazirlikning faoliyatini tartibga soluvchi hujjat o'shanda belgilab berilgan asosiy ustuvor yo'nalishlar vazirlik. Yana qaytaroq o'zini eshitmayman. Vazirlikning faoliyatini tartibga soluvchi hujjat o'shanda belgilab berilgan vazirlikka belgilab berilgan ustuvor vazifalar. Vazirlikniki endi ustav bo'lishi kerak, vazirlikda ustav asosida ishlasa kerak. O'ylayman vazirlik, men hujjat ko'rmaganman. Eng birinchisi vazirlikda tashkil topish to'g'risida qaror, eng birinchi. Vazirlikda o'zini ishlash bo'yicha yo'riqnoma, ustav deb nomlanadi. Mana shu hujjat bo'lishi kerak. Asosiy hamma vazifalar shunday. Vazirlik nazorat qiladigan birinchi o'rinda naблюдательный совет bo'ladi. Naблюдательный совет Ustuvor vazifalar, vazirlikka belgilangan ustuvor vazifalar. yer qaridagi отношенияларni regulirovka qilish. Kerak bo'lsa, необходимый qonunlarni, loyihalarni tayyorlash, ko'rib chiqish, ekspertiza qilish. Bir nechta tashkilotlar vazirlikka qaramoqda. MKMK, AGMK, O'zbekko'mir, O'zbekko'mir shularni ish faoliyatini
nazorat qilish. Yana nima bor? Zakon о недрах. Zakon о недрах. Islom katta qonunlarda shu zakon о недрах. Bu yerda ko'rsatildi. Atmaz var geçtik. Yani için. Assalomu Вы же сказали 5. Сначала берасыз. alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Men Mamitayev Islom O'rmonboyev, fizika yo'qshaman. Bitta universitet tugatganman. 2018-yil Toshkent temir yo'llari muhandislar institutining informatika va axborot texnologiya bo'yicha bakalavr. 2022-yilda Davlat Islom Karimov nomidagi Davlat texnika universitetining neft va gaz quduqlarini bog'lash bo'yicha magistratura vazifalarini tugatganman. Hozirgi kunda temir yo'l ochaqchilari jamiyatining statistika va poyezdlar harakati yo'lovchilar poyezdlar harakatini tahlil qilish hamda hisob bo'limining bo'lim boshlig'i o'rinbosar lavozimida ishlab kelmoqda. Ish tajribam 8 yil. Korrupsiya va allians va antikorrupsiya bo'yicha xalqaro nimalarga qatnashganman, kurslarga qatnashganman, bo'yicha sertifikatlarim bor. Loteriya, finansiy amaliyotda jam tushunchalarga ega. Rahmat. Suhbat savollarga o'tamiz. Ular bilan tanishib, o'xshashlar kerak. Birma-bir javob berib ko'ringmi o'qib? Xorijiy delegatsiya bilan uchrashuv yakunida qanday rasmiy hujjatlar imzolanadi va ular qaysi holatlarda tuziladi? Xorijiy delegatsiya bilan uchrashuv yakunida ikki tomonlama kelishuvlar, bu kelishuvlarning ichidagi ikki tomonlama ko'rib chiqilgan ishlar yoki foydali nimalar imzolanadi, hujjatlar imzolanadi. Bu qaysi holatlarda tuziladi? Ya'ni mamlakatlarning bir-biriga tashriflari bo'yicha, infratuzilmani rivojlantirish jarayonlarida, korxonani yoki tashkilotlarni davlatga byudjetni ko'paytirish yoki byudjetdan tashqari foydali qazilmalarni boyitish bo'yicha bir-biri bilan tuzilgan hujjatlarni rasmiylashtiradi. Strategiya nechta ustuvor yo'nalish va maqsadlarni iboradi? Strategiya hozir 2030-yilgi strategiya amalda, bu bo'yicha strategiyani 5 ta umumiy yo'nalish va maqsadlari iboradi. Ulardan yangilanishlar. Mineral deb nima aytiladi? Unda tog' jinsi farqi nimada? Buni bilmadim. Yer qari uchastkalarida foydalanish ruxsatnomasi deb nimaga aytiladi? Ruxsatnomaning qanday turlari mavjud? Yer qari uchastkalaridan foydalanish ruxsatnomasi. Savol beraman. Jamlanma axborot tahlil va xorijiy tajribani o'rganish boshqarmasining asosiy vazifalari qanday? Asosiy vazifalari axborot tahlilining yoki ma'lumotlarni jamlangan ma'lumotlar to'g'risida rahbariyatga, vazirliklarga, yuqori turmush tashkilotlariga, prezidentga ma'lumotlar kiritish va u bo'yicha plan rejani belgilash, bajarilishini, bajarilmasligini ko'rib chiqish, xorijiy tajribadan o'rganish bo'yicha axborot, ya'ni hozirgi kunda yangi texnologiyalar joriy qilingan, bu texnologiyalarga GPSlar, dronlar, elektron hisoblash mashinalari, ya'ni
geodeziyalik elektron hisoblash ko'nikmalari, o'rganish va bularning ma'lumotlarini olish bo'yicha ko'nikmalari ega bo'lishi kerak. Qo'shimcha savollarga o'tamiz. Yer qa'ridan foydalanishda davlat siyosatini olib boruvchi organlar qaysilar? Yer qa'ridan foydalanishni davlat siyosatini olib borish organlar o'rniga Vazirlar Mahkamasi, Tog' sanoati va vazirligi. Davlat fuqarolik xizmatchilari qanaqa cheklovlar belgilangan? Qaysi hujjat ko'rsatilgan? Mehnat kodeksida ko'rsatilgan. Birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Rahmat. Keyingi savolga. Ikkinchi savolga qo'shimcham bordi. Strategiya doirasida amalga oshirilayotgan davlat dasturining ijrosi qanday nazorat qilinadi? Ijrosi bo'yicha prezident tomonidan chiqarilgan qarorlarni nazorat qilish organlari tomonidan, ya'ni Vazirlar Mahkamasi, Prezident Apparati, davlat byudjetidan chiqqan pullarni nazorat qilish tashkilotlari. Jamlanma boshqarmani asosiy vazifalarida to'xtalib o'tdingizda. Vazirlikning asosiy ustuvor vazifalari nimadan iborat? Ikkasi hujjatda belgilangan. Vazirlikning asosiy ustuvorliklari bu korxonalardan o'ziga tegishli, o'ziga qarashli korxonalardan texnik ma'lumotlarni olib, bu bo'yicha strategik rivojlanishni rejalashtirish, ya'ni kelajakda 10 yil, 5 yil, 10 yillik planlarni tuzib, xorijiy korxonalar bilan savdolanadi. E'tiroz yo'q. Rahmat. الفورم جاوب بمجلس أخرج قد معلومات بنفسه سيسخص Telefon kanali birinchi to'g'rimi? Toshkent viloyati hozirda Toshkent viloyati Olmazor uchun texnikada ishlab chiqarish o'zim Toshkent davlat texnika universitetini qadar qazilmalar geologiyasi, qadar qazilmalar bo'yicha bakalavr e'tirozlar bo'lmasa sizlarga aytamiz. Onlar bilan tanishib, boshlashdi. Qadar qazilmalarning asosiy turlari. Qadar qazilmalar chuqur Noruda, foydali va nonorg'i foydali qazilmalar. Noruda foydali qazilmalarga asosan cho'kindi tog' jinslari hisob qilishimiz mumkin. Asosiy foydali qazilmalarga iqtisodiy jihatdan samaradorlik bo'lgan, sanoatda talablarga javob beradigan foydali qazilmalar nonorg'isiga o'sha neft va gaz geologiya sohasida raqamli platformalarning geologiya sohasida
geomonitoring, Argus, Argus, boshqarma ishining samaradorligini oshirish uchun qanday choralar ko'rish lozim deb hisoblaysiz? Boshqaruv ishining boshqaruv ishining samaradorligini oshirish boshqarma ishi asosan o'sha xodimlar va o'sha ishchi xodimlarning ustidan o'sha nazorat qiluvchi bo'limlar nazorat qilsa, ular o'sha ishchi xodimlarning mehnat faoliyati, qanday ish jarayonlari, qaysi turdagi, misol uchun ijtimoiy sohalar bo'yicha qanaqalar dam olishlar, o'shalar bo'yicha tuzilishi, o'sha qanaqa ishlashi, dam olishlari, o'shalarni qonun ishlari yakunlangach yer tiklash qanday qonun ishlari yakunlangach, misol uchun o'sha qonimiz ochiq yoki yopiq usulda qazilgan bo'lsa, shunda aholiga, o'sha ishchilarga zarar yetmasligi uchun razvedka ko'tarib ibodat qazilmalarda, shunda o'sha qonimizga sanoat usullarini to'ldirib qo'yib, maqsad o'sha radiatsiya tarqalishini kamaytirish. Yo bo'lmasam keyin yana yer o'sha qon qazilmasidan oldin yerning ustki qatlami, cho'kinma qatlam, o'sha qatlamlarni qayta o'sha qonimizni to'ldirib o'sha yopib qo'yishimiz mumkin. Yana bo'lsam hozirda o'sha Navoiy hududi, Samarqand hududlarida o'sha aholining qaysi qatlamlari oltin qazish maqsadida o'zlari bunaqa qazishyapti. Ularni o'sha yopib qo'yish usulida aholini anaqasini ta'minlash, ya'ni xavfsizlikni ta'minlash maqsadida yopib qo'ysa bo'ladi. Strategiya davlat dasturi ijrosi bo'yicha ma'lumotlarni umumlashtirib tahlil qilish mas'ul tashkilot ra'islari. Strategiya va davlat dasturlari asosan Vazirlar Mahkamasi va o'sha asosan shu Vazirlar Mahkamasi qiladi va uni farmonlarini va qarorlarni ishlab chiqarish prezident tomonidan ishlab chiqariladi. Yer qa'ridan foydalanishda davlat siyosatini amalga oshiruvchi organlar bor-da, o'sha qaysilar? Yer qa'ridan foydalanishda yer qa'ridan foydalanishni shu Toshkent geologiya vazirligi amalga oshiradi va uning ichida tuzilmalaridan tashkil topgan korxonalar bor. Toshkent geologiya vazirligi bo'linmalariga bo'lingan o'sha korxonasi. Rahmat. Davlat fuqarolik xizmatchilari to'g'risida qonunga muvofiq davlat fuqarolik xizmatchilariga qanday cheklovlar qo'yilgan? Davlat fuqarolariga agarda o'sha o'zimiz geologiya sohasini oladigan bo'lsak, o'sha tegishli tashkilotlar tomonidan, tashkilotlardan ruxsatnoma olmasdan o'sha yer ostidan foydalanish, noto'g'ri foydalanish, yo bo'lmasa qaysidir o'sha fabrikalardan foydali qazilmalarni o'g'irlash, har xil turdagi nojo'ya shu foydali qazilmalarda foydalanishlik, o'shalarda
mayli aholi nima qiladi. O'ziga qarshi o'ziga qarshi qoidalarga zid ma'noda Beshinchi savolga qo'shimcham bor. Strategiya bilan davlat dasturi o'rtasida qanaqa bog'liqlar? strategiya o'zi O'zbekiston 2030-yilgacha strategiya tuzilgan. 2030-yilga tuzilgan va o'sha 5 ta yo'nalish bo'yicha yo'nalishi bor. Davlat dasturi bo'lsa, o'sha strategiya bog'liq ravishda davlat dasturi tuzilgan. O'sha ichki qanaqa nimalar bo'lsa, misol uchun atrof muhit va ekologiya, bo'lmasam iqtisodiyot bo'lsa, o'shalar bo'yicha dasturlar tuzilganda, atrof muhit va ekologiyada yashil iqtisodiyot tomonga o'tish dasturlari bo'lgan. Bo'lmasam iqtisodiyot tarafdan aholini, o'sha O'zbekiston aholisini yuqori samaradorlikda mehnat faoliyati va oyliklar uchun maoshlarni yuqori sifatli ta'minlash. Vazirlikni faoliyatini tartibga solish hujjat vazirlikka o'sha hujjatni belgilab qo'yilgan ustuvor vazifalar. Asosan vazifa Tog'kon geologiya vazirligining asosiy vazifasi O'zbekiston hududida foydali qazilmalarni samarali foydali konlarni izlab topish va sanoatga yetkazib berish. Aholiga o'sha foydali qazilmalarni to'g'ri yo'naltirib berishda. Misol uchun o'sha neft gaz bo'ladimi, o'sha neft gaz konlarini qidirib topib aholiga va yetkazib berish. Agar iloji bo'lsa, qo'shni chet davlatlarga anaqalar bo'yicha pasport bo'yicha sotish. Savollarınız, itirazlarınız var mı? Rahmat. Shu bilan qolgan nomzodlarimiz keladi, suhbatda ishtirok etmadi va shu bilan shu soha jarayonini yakunlashga ruxsat bersangiz.